Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Uzoqqa yurgan banlarim, nevaralarim, hammalaring yaxshigina ishlab yuribsizlarmi? Onajonlar, opajonlar, singillarim, bolalaring ehtiyot qilinglar. Bolalar juda ko'p kasal bo'lyapti. Bir banisiga kelgandim, anani ocharrat. Bari yosh bolalar juda kasal bo'lyapti. Bolalaringizni ehtiyot qilinglar. To'ylarga, mana gavjum joylarga olib bormaysizlar bolalaringizni. Juda kattadan ko'ra bolalar ko'p kasal bo'lyapti hozir. Qaysi bansiga borsangiz bari bolalar. Yosh bachalarga tez ta'sir qilyapti. Bolalaringizni uydan ko'p chiqarmay avaylanglar, ehtiyot qilinglar. Oldin bir zamonlar o'zimizga dori sepayotgan joy bordi. Ana shu har oyga bir siravma mana uyga kelib dorilarni sepib, mikroblar o'ldiraydi. Hozir hamma joy mikrob bosib ketgan. Ehtiyot bo'linglar, mana shu avaylanglar, bolalaringizga yaxshi qaranglar. Bolalar kasal bo'lmasin, Alloh o'zi asrasin. Mana shunday gaplar. Ehtiyot bo'linglar bolalarga. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha xayr.